Bugun 5 ta asosiy muammo haqida gaplashaman sizlar bilan. Ya'ni sizlarni pulsizlikka, qo'pol qilayotganda qashshoqlikka olib borishi mumkin bo'lgan 5 ta asosiy muammo, asosiy xato, asosiy insonlar shu qiladigan noto'g'ri harakatlar haqida gaplashamiz. Endi avvalambor nasib, avvalambor peshona. Ya'ni sizdan boy bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi, lekin har bitta harakatingiz bilan siz qanaqadir oxir oqibat bo'lishi mumkin bo'lgan natijani ehtimolni yoki ko'tarishingiz mumkin yoki kamaytirishingiz mumkin. Sababi harakatda barakat. Ya'ni nasib ekan peshonamga yozilgan bo'ladi, 10-etajdan pastga sakrash tavsiya qilmayman. Katta ehtimol bilan yaxshilik bilan tugamaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ayrim harakatlar sizni yaxshilikka olib boradi katta ehtimol bilan, boshqa ayrim harakatlar sizni o'sha yaxshilikdan uzoqlashtiradi va oxir oqibat natijasi juda ham ayanchli bo'lishi mumkin. Shuning uchun 5 ta sizni qashshoqlikka olib borishi mumkin bo'lgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Hop, birinchisi va eng asosiysi va ko'pchilikda bor muammo bu dangasalik. Ko'pchilik menga aytadi, mana retrospektiva qilib ko'ring, o'zingiz hayotingizga bir nazar solib ko'ring. Yosh bo'lsangiz ham aytaylik, 20-25 yosh bo'lsangiz ham bir orqaga bir nazar solib ko'ring. Nima qildim hayotimda, nimaga erishdim va hokazo. Aytaylik, ingliz tilini katta ehtimol bilan o'zingizni dangasaligingiz tufayli o'rganmagansiz. Ya'ni ingliz tilini o'rganmadingiz va sal ko'proq topishingiz mumkin bo'lgan ishga kira olmadingiz, misol uchun. Yoki aytaylik, qaysidir kasbga egalla olmadingiz. Yoki unaqa yokilar juda ham ko'p. Umuman olganda odamni orqaga qaraydi, o'ylaydi, ha, men ko'proq harakat qilganimda katta ehtimol bilan hozir boyroq, sog'lomroq, chiroyliroq, pulim ko'proq va hokazo bo'lar edim. Va odatda bu to'g'ri, haqiqat. 98% inson muvaffaqiyatli emas. Statistikaga qaraganda juda ham kamdan 1%, 2% insongina muvaffaqiyatga erishadi. Shu muvaffaqiyat deganda nimani tushunamiz? To'kin sochan hayot, aytaylik, sog'lom insonlarni tushunamiz. Pul ham bor, sog'liq ham bor. Uning orqasidan hamma yaxshi yashaydi. Yaqinlaringiz yaxshi yashasa, katta ehtimol bilan siz ham baxtli bo'lasiz. Endi bu yerda bitta narsa bor. Dangasalik nima uchun qashshoqlik sababi bo'lishi mumkin? Sababi juda oddiy, vaqt beshafqat. Xoh siz o'zingizda ishlang, xoh ishlamang, bari o'tib ketadi. O'tadi, ketadi, qaytib kelmaydi. Odam o'ylaydiki, men tam 60 yil yashayman yoki 70 yil yashayman yoki yana qanchadir yashayman. Yo'q. Professional hayotingiz qisqa bo'ladi. Siz misol uchun birorta yo'nalishda kuchli mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, kamida 15 yil vaqtingizni sarflashingiz kerak. Endi tasavvur qiling, 20 yoshda bitta kasb o'rganishni boshlaysiz. 30-35 ga kelib o'sha kasbga egasi bo'lasiz. Kuchli, qimmat, yaxshi pulga ishlaydigan egasi bo'lasiz. High level darajadagi mutaxassis bo'lasiz. U yog'iga 60 yoshgacha 25 yil qolyapti xolos. Agar 60 gacha ishlashingiz va hokazo, ya'ni taxminan 20 yildan 40 yilgacha bo'lgan muddat ichida professional karyeramizni quramiz. Odatda 20 yil o'zi bilan cheklanadi ko'pincha. Agar yuqori darajadagi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, undan ham qisqa bo'lishi mumkin. Sababi shu mutaxassislikgacha chiqqingizgacha ko'p vaqt ketadi. Bu darajaga chiqish uchun siz juda ko'p mehnat qilishingiz kerak. Juda ko'p mehnat qilishingiz kerak. Dangasa bo'lsangiz, tabiiyki bu mehnatni qila olmaysiz. Bu narsa iloji bo'lmaydi. Shuning uchun sizni qashshoqlikka olib borishi mumkin bo'lgan eng katta va birinchi masala, birinchi muammo bu dangasalik. Xo'p, ikkinchisi bu nolish. Nolish men eslab qolish bo'yicha nimaga odamlar natijani qila olmaydi yoki aytaylik, Davron aka, nimaga siz yoki sizni men bu yaqin shogirdlaringizdek natija qila olmaydi ko'pchilik. Xuddi shu bir xil narsa bilan shug'ullanadi deyishganda, men bitta vazifa, yana men bitta javob beraman bu savolga. Nolish. Ya'ni hamma noliydi. Hamma dangasalik tufayli kelib chiqqan qanaqadir muammolardan nolishadi. Aytaylik, ingliz tili bilan shug'ullanish qiyin. Men eng katta, eng ajoyib menga beriladigan savol, ingliz tilini o'rganyapman, qiynalyapman. Yoki Xitoy tilini o'rganyapman, ITni o'rganyapman, qiynalyapman. Qanaqa bo'lishi kerak boshqa qiynalmasdan? Ya'ni qiyinchilikka nolishimiz o'ta katta yomon narsa. Misol uchun menga ba'zilar aytadi, hozirgi kunda meni yangi taniganlar boy bolasi deb o'ylash mumkin. Yo'q. Eski rasmlarimni ko'rsanglar, qo'rqib ketasizlar katta ehtimol bilan. Aslo unaqa bo'lmagan, oylab, haftalab ovqat yemagan kunlarim ham bo'lgan. Shunaqa qiyin kunlardan ham o'tilgan, lekin nolimganmi o'sha? Yo'q, aslo. Hayolim bir chekkasidan ham o'tmaganidan keyin inson nolish mumkinligini. Insonlar nolishini men mediaga chiqqanimdan keyin bildim. Sababi menga bunaqa savollar ko'p keladi. Voy, qiynalyapman, voy unaqa bo'lyapti, voy o'lib ketyapman, yana bir bola bo'lyapti, voy o'zingni bos. Birinchidan peshonangda yozilgan bo'ladi. Tamam, qochasanmi, boshqa qilasanmi, qutula olmaysan. Shuning uchun sal tinchlanish kerak. Ikkinchi masala nimadan iborat? Qiyin degani yomon degani emas. Ingliz tilini o'rganish qiyinmi? Qiyin. Любой yaxshi narsa qiyin. Любой yaxshi narsa qiyin. Tasavvur qiling, qoya tepaga chiqish qiyinmi, pastga tushish qiyinmi? Qaysi biri qiyin? Tepaga chiqish qiyin. Ya'ni bu harakat kerak, entropiya qonunini eshitgan bo'lsangiz kerak. Istalgan
ongli natijaga, tam strukturasi bor natijaga harakat olib keladi. Ya'ni bu qiyin. Agar o'zligiga qo'yib qo'ysa, hech qachon o'zidan o'zi struktura bo'lib ketib qolmaydi, hamma narsa buzilib ketadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Tepaga chiqish kerak, pastga tushish shart emas, qo'yib yuborsangiz bo'ldi. Pastga o'zi olib tushib qo'yadi sizni kuch va hokazo. Shuning uchun nolimay befoyda. Nolish umuman befoyda. Men bu yerda aytaman, mantiqiy ishlating. Inson nolishdan foyda bormi? Foyda bo'lmasa nima qilasan nolib? Nolib ingliz tilini o'rganib qolmasang, nolib pul topa olmasang, nolish sizni katta ehtimol qashshoqlikka olib keladi. Kimdir aytishi mumkin, Davron aka hayot qiyin, pulim yo'q va hokazo. Ha, shunaqa, nima qilish kerak? Lekin nolishdan nima foyda bor? Hattoki shu darajada bo'lsangiz ham. Hech o'rtachaga chiqishcha hammamiz kuchimiz yetadi. Shuning uchun noliguncha borib turib ishlagan yaxshi. Uchinchi va asosiy sizni qashshoqlikka olib kelishi mumkin. Endi bu yerda qashshoqlikka olib kelish deya olmayman. Menimcha shu uchinchi maslahatim olmasangiz, boy bo'lishingiz o'ta qiyin bo'ladi. Katta ehtimol. Qashshoq bo'lmaysiz, ya'ni pulingiz bo'lishi mumkin, lekin yuqori darajaga chiqish uchun shu uchinchi asosiy narsani o'zingizga olishingiz kerak. Bu ustoz yo'qligi. Ustoz kerak. Men tanigan hamma high level hammasi любойni olaylik. Self made klubda Jahongir Po'latov, Temur Adhamov, Aziz Rahimov, hammasi umuman olgan. Ulardan bizda men yuqori bo'lgan tadbirkorlarni ham oladigan bo'lsak, mana yaqinda Sanjar aka Mavsudov bilan podkast qildim. Odam millionlab pul topadi, bari ustozi bor. Mentor kerak, doimiy ravishda sizdan bitta pog'onada yoki bir nechta pog'onada tepada turadigan va siz situatsiyangizdan sizda bo'ladigan mana bu hodisalarni tepadan ko'ra oladigan inson kerak sizga. O'sha inni sizga ko'rsatib bera oladi. Siz o'zingizni pozitsiyangizdan, o'zingizni holatdan o'sish nimaga qiyin, в принципе? Sababi siz o'zingizni holatingizni yuqori ko'tarishingiz kerak, shu holatga baho berish uchun. O'shanga bizning holatimiz odatda noto'g'ri bo'ladi. Ustoz bo'lish kerak, menda ham ustoz bor, menda ham mentor bor, mendan ancha yuqori turadigan tadbirkor va shunaqa ustoz o'zingiz uchun toping. Hayotda ustoz kerak, bu juda ham kerak narsa. Talib Nasimning zo'r gapi bor. Istalgan yo'nalish, istalgan jarayonni ishlashini faqatgina ikkita yo'l bilan tekshirsa bo'ladi. Bittasi ilmiy tadqiqot, ikkinchisi vaqt. Agar vaqtlar aro ustoz shogirdlar an'anasi kelyaptimi, demak bunda nimadir bor. Bu narsani o'zingizga olishni tavsiya qilaman. Tezlik bilan o'zingizga bitta ustoz toping. Xo'p, keyingi sizni pulsizlikka olib kelishi mumkin bo'lgan narsa bu muhit. Endi do'stlar deymiz, bu dilemma o'z aslida olganda. Ko'pchilik yoshlar juda radikal qabul qilib yuboradi, ya'ni eski do'stlarni shuna kechib qo'yadi. Natijaga erishish uchun. Bu narsani men tavsiya qilmayman. Kamroq uchrashishni tavsiya qilaman, albatta ha. Boshqa yangi qanaqadir kruglar topishni tavsiya qilaman, albatta ha. Bitta krug ichida o'tirish o'ta xavfli. O'ta xavfli. Aytaylik, bitta krug bor. Misol uchun shu krug ichida 5 milliondan yoki aytaylik tam 3 milliondan pul topishadi. Taxminan. Va shu krug ichida yuribsiz. Bu yomon emas. Lekin undan tashqariga chiqish uchun boshqa bitta krugga ham qo'shilishingiz kerak. Sababi har xil darajada har xil muammolar bo'ladi. Endi bu pul masalasi. Fikrlash masalasida ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Bitta krug bor. Umuman kitob o'qimaydi. Faqat o'zini qanaqadir o'zini fikrlari bor. Boshqa joydan olmagan. Aqlli inson boshqalarni miyasi bilan o'ylaydigan maqoli bor. Bu 100% haqiqat. Ya'ni biz boshqa bizda aqlli bo'lgan insonlarni fikrlarni kitoblar orqali o'zlashtiramizda, qanaqadir hazm qilib turib, o'zimiz xulosa chiqaramiz. Bu narsa sizni o'stiradi. Bu yerda bitta narsa borki, agar o'sha fikrlash darajasida, mana bunaqa fikrlash darajasiga insonlar bilan yursangiz, u yog'iga chiqish imkoni bo'lmaydi. Qanday chiqasiz? Uning uchun sal yuqoriroq fikrlash darajasiga insonlar bilan qo'shilishingiz kerak. Bu muhit. Undan tashqari krablar bor, bilsangiz, anaqa qisqichbaqalarni tutishni ko'rgan bo'lsangiz, qopqoni ochiq bo'ladi deyshadi. Ya'ni faqir bo'ladi-da. Ichkariga tashab qo'ysangiz, ustini yopish shart emas. Ya'ni qisqichbaqa chiqib keta olmaydi, sababi pastdagilarni tortadi bir-birini. Qo'yib yubormaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa qisqichbaqalar effekti bor. Do'stlar bir-birini tortish odati bor. Agar siz misol uchun sport bilan shug'ullanishni boshlasangiz, nima qilasan sport bilan shug'ullanib, oshga kam kelyapsan, ichmayapmiz birga, yana bir bola qilmayapmiz, bu yoqqa borishimiz kerak, bu yoqqa borishimiz kerak. Sen o'zgarib qolding, ingliz tili bilan shug'ullanishni boshlading. Qisqasi, ular ongsiz ravishda sizni pastga tortishga harakat qiladi. Atay qilmaydi, ya'ni ongli ravishda bu ingliz tilini o'rgana olmasan demaydi, просто ularga nekomfortni, sababi siz o'zgaryapsiz. Shuning uchun bitta krug ichida qolib ketmang. Shu bitta krug ichida qolib ketsangiz, natijasi shu krugga chegarasi bilan chegaralanib qoladi. Imkon bo'lsa, boshqa qadriyat jihatidan to'g'ri keladigan va iloji bo'lsa sizdan yuqoriroq bo'lgan insonlar krugga ham qo'shilishni tavsiya qilaman. Eng asosiy va 5-chi men nazarimda omil, sizni qashshoqlikka olib borish mumkin bo'lgan omil,
Bu xatolardan qo'rqish. Juda men kibr deb bilaman xatodan qo'rqishni. Men nima deydi? Xatodan qo'rqish kibr deb bilaman. Ehtiyot bo'lmaslikni ham kibr deb bilaman. Kibr bir qanaqadir bir asobiy turida bu. Qanaqa ma'noda? Misol uchun mana aytaylik, ba'zi odamlar bittada hamma narsani yaxshi qilgisi keladi. Bu narsa imkoni yo'q. Nimaga? Sababi insonmiz. Insonni bitta tabiatini, bir donagina tabiatini ta'riflab bering deganda men aytardim, inson xato qiladi. Tamom, bo'ldi. Qancha yashashingiz ham muhim emas. Kim bo'lishingiz ham muhim emas. Daho bo'lmaysizmi, boshqa odam bo'lmaysizmi, siz xato qilasiz. Tamom, shu joyga borib taqaladi. Sababi dunyo murakkab, omillar ko'p, hammasini inobatga olish imkoni yo'q. Eng aqlli insonimni inobatga ola olmaydi, xato qiladi, adashadi va hokazo. Lyuboyni olib keling, lyuboy adashadi. Lyuboy inson bo'lsa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz ham adashasiz. Shuning uchun xatoga nisbatan bo'lgan negativ reaksiya meni hayratga soladi. По-любому bo'ladigan narsaga nisbatan va yillar davomida bo'lib keladigan narsaga nisbatan biz o'zimizni g'alati tutamiz. Ya'ni xato qilsa, voy dod xato qildi. Inson yillardan beri birinchidan qilib kelyapsan xato. Ikkinchidan, dalshi yillardan keyin ham shu narsani qilib borasan. Nima siqilasan? Siqishdan nima naf? Men doim aytaman, yaxshi yomon fikrlash olib tashlash kerak. Samarali, samarasiz fikrlashni qo'yish kerak inson o'zini miyasiga. Xato qilib qo'yganingizdan siqilishingiz yoki xatodan qo'rqishingiz sizga qanaqa samara keltira oladimi? Keltira olmasa, nima qilasiz bu fikr ushlab turib boshingizgacha? Tushunyapsizmi? Bu yerda bitta narsa borki, mana qani maktab. Men maktabda ishlaganman. Maktabda qanaqa? Xato qilish huquqi yo'q bizda. Xato qilsang 2 olasan. 2 olsa ham bu yomon. Va shuning uchun biz ham 5 olishga harakat qilamiz, hamma narsani tekis olib ketamiz. Katta hayotga chiqqanimizdan keyin qarasangiz, unaqa 5 yo'q, boshqa yo'q, tizim tugallanmagan, ya'ni muammolar juda ko'p, tushunarsiz hammasi, nima qilishni bilmayapsiz, raspисание yo'q. Qarasangiz 5 o'rniga 2 kilo olishni boshlayapsiz, ya'ni xato qilishni boshlayapsiz va bu narsa sizni ko'pincha sindirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun odatda statistika bo'yicha 5 olib kelganlar, o'sha tam qizilga bitirganlar hammasi mana shu strukturadan chiqadi. Xuddi shunaqa strukturasi bor, davlat ishiga, xuddi shunaqa strukturasi bor, qanaqadir bir tizimli joyga ishga kirishga harakat qiladi. Sababi tizimdan tashqari yasha olmaydi. Tadbirkorlik qila olmaydi va hokazo. Shuni hisobiga ikkichilarni qaysidir qismi tadbirkor bo'lib ketib, umuman maktabda o'qimagan bo'lsa ham juda ham yuqori darajadagi muvaffaqiyatli tadbirkorga aylanishi mumkin. Sababi ular xato qilishdan qo'rqmaydi. Shuni xato qilasiz, по-любому xato qilasiz. Bu degani hozir 100 ming dollarga shuni uyingizni sotib turib, hamma 100 mingni biznesga tiqib qolish kerak degani emas. Bunaqa tushunmang. Bu ham ahmoqlik. Bu ham kibr bir turi. Ya'ni bu qanaqa kibr? Bu 100 ming tiqib turib, to'chni meni biznesim yuradi deb oldindan o'zingizga javob berasiz. Bilmaysiz, javob bera olmaysiz, oldindan nima bo'lishi. Bu tomonda ham kibr bor, bu tomon o'rtani olish kerak doimiy ravishda. Xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, lekin xato qilsangiz oqibatida nima bo'lishini oldin ham olib qo'yishni bilish kerak. Shu yerda masofani olsangiz, ya'ni shu yerda balans olsangiz, katta ehtimol bilan sizga bu narsa juda ham katta foyda keltiradi. Shunaqa yana bir marta aytaman, avvalambor nasib, kim boy bo'ladi, kim boshqa bo'ladi, lekin o'zingiz harakatlaringiz orqali siz shu sabablarni qilib qo'ysangiz, natijasi ham bo'lishi ehtimoli yuqoriroq bo'ladi, ehtimol ko'tariladi. Qo'lingizda ko'p instrumentlar bor. Asosiy instrument bu sizni fikrlay olishingiz, tafakkur qila olishingiz. To'g'ri ishlatsangiz, yuqorida sanab o'tgan xatolarni qilmasangiz, katta ehtimol bilan yaxshi yashaysiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Men Rojlan.